Sunnat aka, o'tgan safar universitetdagi qizlar uchun kumush tavsiya qilganmizda, qolgan universitetdagilar xafa bo'lib qolishdi. Yo'q, qaysi universitetlar ekan? Xo'p, birinchisi yuridическийda o'qiydigan qizlar ekan. Yuridическийda o'qigan qizlarimizga men nabor tavsiya qila olaman. Ziragi bilan uzugini, sal skromniy variant, har kunga taqishga, forma bilan taqqanda ham juda ham chiroyli turadigan naborimiz bor. Jurnalistikada o'qigan qizlargachi? Jurnalistika o'qigan qizlarga men jemchukli komplekt tavsiya qila olaman. Ziragi bilan uzugini. Bu jemchukli komplektingizni istalgan joyga taqib borsa, chiroyli ko'rinaveradi. Tatuda o'qiydigan, blatnoy, aytishnik qizlargacha. Men ularga Mexikani komplektini tavsiya qilaman. U nabor ichiga kiradi, uzugi, ziragi, sipochkasi va brasleti kiradi. Bu naborimiz ham oldingilariga o'xshagan har kunlik taqishga mos keladi. Milliyda o'qiydigan qizlar ham qolib ketmasin endi aka. Ularga Silvetridan maxsus braslet tavsiya qilaman. Tibbiyot sohasida o'qiydiganlar ham janjal qilib yuborishdi. Bizlarni eshik siqqanmi deb ularga nima tavsiya qilamiz? Ularga jemchukli braslet tavsiya qila olaman, chunki oq formalari bilan, oq xalatlari bilan juda ham mos keladi jemchukli brasletimiz. Biojuda o'qiydigan qizlarga nima tavsiya berasiz? Ularga men Silvetridan maxsus italyanskiy dizaynda yasalgan komplektimizni tavsiya qilaman. Uni toshlari perlamotrdan bo'ladi va sirkonidan iborat bo'ladi. Uning ichiga kiradigan ziragi, uzugi va kuloni bo'ladi. Siz qaysi universitetda o'qiysiz? Izohlarda yozib qoldiring.